Assalomu alaykum do'stlar. Bu dunyoda inson zoti allaqachon yo'q bo'lib ketgan. Sayyora endi faqat robotlar va g'ayrioddiy maxluqlarga to'la. Odamlar qayerga g'oyib bo'ldi? Buni video davomida bilib olasiz. Agar ismingiz keyingi videoda birorta personajga qo'yilishini xohlasangiz, hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi rollarda esa mana shu kommentariya egalari. Video boshlanishida oldin like bosib, obuna tugmasining ustiga o'tirib olishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Yaya Prime sayyorasida Qudrat ismli kichkinagina 05 yirtqich mashg'ulot qilayotgan edi. U sayyorani kezib skaner yordamida akasi Faxriddinni qayerda yashirinib olganini aniqlaydi. Qudrat unga hujum qiladi, Faxriddin esa o'zini himoya qiladi va aka-ukalar g'orda qilich bilan jang qilib, oxir-oqibat Faxriddin yutdi. Qudrat esa tan olmaydi. Keyin kemada Faxriddin Qudratga ovchilikni tanlash va Aya klanida o'z o'rnini topish vaqti kelganini aytdi. Qudrat esa o'lim sayyorasiga borib, umuman o'ldirib bo'lmaydigan Pahlavon ismli maxluqni ovlamoqchi, hatto ularning otasi ham u maxluqdan qo'rqar ekan. Faxriddin bunga rozi emas, ammo Qudrat qasam ichadi. Shu paytda otasi Shohruz qaytib keladi va yo'q beyoq Faxriddinga ukasi Qudratni o'ldirishni buyuradi. Faxriddin esa ukasini yaxshi ko'rardi va kemani ishga tushirib, uni boshqa sayyoraga uchirib yubordi. O'zi esa otasining qo'lidan o'lim topdi. Agar filmni to'liq holatida o'zbek tilida ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Manzil video ostida yoki kommentariyada. Bir necha soatdan keyin Qudrat tillani budilnik uyg'otdi. Qarasa kema shikastlangan va tezlik bilan o'lim sayyorasi tomon ketmoqda. Bola kemadan katapulta yordamida chiqib, o'rmonga qulab tushadi. U qurollarni tekshiradi va atrofni kuzatdi va to'satdan o'simlik sifat maxluqini ushlab olib, qurollarni o'g'irlaydi. Qudrat ularni kesib tashlab, maxluqni o'ldiradi va tepaga chiqib sayyorani kuzatmoqda. Keyin u jarohatini daryoda yuvadi, dorivor o'simliklar topadi va uni portlovchi sifatida ishlatib, keyin pahlavonni izlashga yo'l oldi. Katta dalada g'alati qizil o'simliklar bor, xuddi tanis agorotiga ekkan mevadek. Shu payt g'alati ovozda gapirayotgan ovoz eshitiladi va yirtqich bir daraxtga osilib turgan Sitorani ko'rib qoldi. U bir nimalar deb valdirayapti. Sitora universal tarjimon orqali android ekanini aytib, meni qutqar deydi. To'satdan osmonda dinozavrmi yoki ajdarhomi bilmadim nimadir paydo bo'lib, g'alati o'simliklarga tosh uloqtiradi va o'simliklar Qudratga qarata ignalar otishni boshlaydi. Sitora ogohlantiradi, ignalar uni falaj qilishi mumkin. Qudrat unga kichkina pichoqchasini uloqtiradi, Sitora esa dinozavrni o'ldiradi va Qudrat hushidan ketdi. Keyin qiz unga antidot beradi va Qudrat kayf kallasida uyg'ondi. Ma'lum bo'lishicha qizning yarim tanasi yo'q, chunki ikkita sevgan yigiti pasti senga, tepasi menga deb bo'lishib olgan. Lekin tepasida qiziqarli narsasi bo'lmagani uchun pastini olib qochib ketishgan. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Yo'l davomida Sitora Qudratga tinmay savol beradi. Og'zingdagi tishmi yoki protezmi deb, daryoda esa qurtlar ularga kislotalar otmoqda. Yirtqich uni tezroq olib o'tadi. Yo'l to'silib qolganda esa qiz meva uloqtirib qurtlarni chalg'itdi. Kechqurun ular kemping qilishadi. Sitora o'zining tarixini aytadi. 2 yil oldin o'lim sayyorasiga kelgan va dinozavr uyasida qolgan. Egizagi Surayya uni bu sayyoradan qutqarishiga albatta ishonmoqda. Qudrat esa noziklikni zaiflik deb biladi, qiz esa ustunlik deb va bu yoshlarning dunyoqarashi bir-biriga to'g'ri kelmagani uchun ajrashish uchun sudga ariza topshirdi. Ertalab Qudrat oyga chiqadi va suyakli bizonlarni topdi. Dala esa pichoqli o'tlar bilan to'lgan va to'satdan kichik mavjudot paydo bo'ladi va u bizon ortidan yuguradi. Qudrat esa daraxtdan daraxtga sakrab uni quvlaydi va bizonga sakrab hujum qiladi, ammo bizon uni uloqtirib yubordi. Qudrat o'lja talashib noma'lum mavjudot bilan urushdi, lekin oxir-oqibat tirik qolish uchun ular birlashib, ulkan o'rgimchak bilan urushadi va g'olib chiqishdi va ma'lum bo'lishicha, bu yoqimtoy hayvonning ismi Behruz ekan. Ayni paytda Surayyo va uning sun'iy jamoasi Sitorani qidirmoqda. Ular Qudratning izini topdi va yo'lga tushishdi. Kechqurun Qudrat va Sitora yana kemping qiladi. Yoqimtoy mavjudot Behruz esa ularning jamoasiga qo'shiladi.
Qudrat bugun o'ldirgan maxluqning go'shtidan shashlik qiladi va qizga beradi. Lekin qiz yemas ekan, chunki yegandan keyin chichish kerak. Unda esa chichadigan ko'tning o'zi yo'q. Sitora Qudratning oilasi haqida so'raydi. Qudrat akasi va otasi bilan bo'lgan voqeani aytib berdi, ammo akasi uchun aza tutayotganini tan olmaydi. Sitora esa meni ham egizak opam bor, uning ismi Surayyo deydi. Ertalab Qudrat Sitorani orqasiga ortib olib yana ovni davom ettirmoqda. U pahlavonni izlab daryoga yetdi, ammo qizning bazasi yirtqich tomonidan vayron qilingan. Sitora o'z oyoqlarini topadi va ularni qayta ulashni boshlaydi. Qudratga yordam bergani uchun minnatdorchilik bildiradi, ammo bu yerdan ketishini so'raydi, chunki uning jamoasi ham pahlavonni ovlamoqda ekan. Qudrat esa qochmasdan g'urur bilan kurashishni tanlaydi. Pahlavon paydo bo'lib Qudratni yiqitadi va qilichini shikastlaydi. Yirtqich esa metal bo'lagidan qalqon yasab pahlavonning qornini kesdi va kichik qilich bilan uning dumini kesib oladi. Dum esa tezda qayta o'sadi, chunki pahlavon regeneratsiya qobiliyatiga ega ekan. Pahlavon Qudratni ushlab ta'mirlash mashinasiga otib yubordi va Sitoraning endi tuzalgan oyoqlari uzilib tushdi. Qudrat uning tilini kesib o'zini ozod qiladi. Sitora esa yerda qurolni ushlab pahlavonni chalg'itmoqda. Yirtqich zanjirni tashlab mashinani ishga tushiradi va maxluqni tortdi. Keyin esa u Sitoraning qurolni olib otadi va maxluq bir joyga tiqilib qoldi. Qudrat pahlavonning boshini butunlay kesib tashlaydi, lekin uning regeneratsiya qobiliyati shu darajada kuchli ekanki, hatto uzilgan boshni ham tiklab olar ekan. Pahlavon yirtqichni qo'lida ushlab endi yemoqchi bo'lganda, to'satdan Surayyo paydo bo'ldi va muzli granata bilan ikkalasini ham muzlatib qo'ydi. Keyin Qudrat uyg'onadi. U kemada stolga bog'langan, Sitora esa ta'mirlash mashinasida va Surayyo uning loglarini o'qimoqda. Surayyo Qudratning qanday qilib tirik qolganini tushunmayapti va skaner qilmoqda. Sitora uni himoya qilib, Qudratni qurollarini qaytarib berishini va uni ozod qilishini opasidan so'raydi. Surayyo esa singlisini ojiz deb hisoblaydi va boshliqlariga nafaqat pahlavonni, endi bonusiga yirtqichni ham topshirmoqchi. Ular kemada ketayotganda Qudrat Sitoraning yordamida qo'lini ozod qiladi va askarlardan qochib qutulib qoldi. Qudrat akasining shlemiga qarab, uning bergan motivatsiyalarini eslaydi, ya'ni qo'lingga sovunni oldingmi, albatta 5-1 qil degan. U tabiiy o'simliklardan qurollar yasaydi va ovga otlandi. Ma'lum bo'lishicha Behruz pahlavonning bolasi ekan, pahlavonning esa jinsi ayol ekan. Qudrat o'zini Behruzning hidi bilan qoplaydi, onasi unga tegmasligi uchun. Qudrat robotning oyoqlarini ozod qiladi va tepa tanasi bo'lmasa ham oyoq o'z egasini topib ketyapti. Qudrat yo'lda suyaklardan zirh qilgan va dushmanlarni tabiiy qurollar bilan o'ldirmoqda. Behruz ham yordam beradi. Ular jamoani ichida harakatlanib barcha dushmanlarni yo'q qiladi. Sitora bu paytda uyg'onadi, lekin qo'riqchilar kelayotganini eshitib, yana o'zini uxlagandek ko'rsatmoqda. Va nihoyat oyoqlar Sitorani topdi va ular birgalikda dushmanlarni o'ldirib vazifalarni bajardi. Qudrat esa qutini topdi, lekin u bo'm-bo'sh. Qudrat Sitorani qutqaradi. Uning tanasi qayta birlashdi. Qiz esa ketmoqchi bo'ladi, ammo Qudrat pahlavonni ozod qilmoqchi, chunki u Behruzning onasi. Surayyo signal berib kemani tezlatishni buyuradi. Askarlardan biri esa Qudratni topdi, u esa kislotali qutilarni portlatib, barcha sun'iy mavjudotlarni yo'q qiladi. Surayyo to'satdan jang kiyimida paydo bo'lib, lazer bilan yirtqichni otmoqda va katta arra bilan hujum qiladi. Ammo Qudrat 05 bo'lgani uchun juda ham chaqqon va barchasidan qochdi. Sitora pahlavonni qafasini ochishga harakat qilib, qulflarni buzmoqda. Qudrat Sitorani to'sadi, kabellarni uzadi va pahlavonni ozod qilishga yordam berdi. Pahlavon esa Surayyoga tashlanib, uni yamlamasdan yutib qo'yadi. Hamma baxtli. Qudrat esa endi Sitoraga uylanib, mana bunga o'xshagan maxluqchalardan tug'dirmoqchi. Lekin to'satdan Surayyo tirik qolgan ekan va maxluqni oshqozonida muzli granatani portlatdi va bechora maxluq qaytib regeneratsiya bo'la olmaydigan darajada bo'laklanib ketdi. Keyin Surayyo singlisini ham o'ldirmoqchi bo'lganda, kuchi yetmasligini bilgan Qudrat unga orqadan hujum qilib pichoq tiqadi. Behruz esa onasi uchun qasos olib, boshini uzib tashlaydi. Oradan qanchadir vaqt o'tdi va Qudrat o'z sayyorasiga qaytib, otasi Shohruz bilan jang qilmoqchi, akasini qasosini olish uchun. Shohruz yashirinadi, Qudrat esa kema dvigatelini ishga tushirib, qum bo'roni yaratadi va otasining qo'lini kesdi.
Otasi yengilganini tushungandan so'ng o'g'liga paxta qo'yib, "Seni jamoamizga boshliq qilaman" deydi. Lekin Qudrat "O'zimni jamoam bor" deb otasining boshini uzib tashlaydi. Oqpadar Sitora uni tabriklaydi. Otasini o'ldirgani uchun tabrikda ahvolni qara. Va shu paytda boshqa kema paydo bo'ladi va Qudratning so'zlariga ko'ra, bu uning onasi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.